Gazetalarda siz Amerikaning birinchi qora tanli prezidenti bo'lishni xohlayman deganingiz to'g'risida xabar ham bor edi. Men prezident o'rinbosari degan edim. Ha, prezident o'rinbosarimi? Ular bo'lsa prezident deb chop qilishibdi. Bilasizmi nima uchun aynan prezident o'rinbosari? Chunki bunday holda prezident meni otib qo'ymasliklari kafolati bo'lardi. Shundaymi? Tushunmadingiz, a? Yo'q, tushunmadim. Bilasizmi, unchalik emas. Barmog'ingizni niqtamang, kechirasiz. Bilasizmi, biz qoralar oqlar bizga barmog'ini niqtab ko'rsatishini yoqtirmaymiz. Ha, endi siz menga barmog'ingizni niqtayapsiz. Lekin nimaga? Nimaga siz oqlar va qoralar to'g'risida bunday gapiryapsiz? Shunchaki hazillashdim. Ha, hazillashyapsizmi?